كيف يرتاح Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadi, kishi namozda qanday lazzat va rohat topadi? Bilish lozim bo'lgan narsalardan biri shuki, ko'z quvonadigan va qalb rohatlanadigan namoz 6 ta sifatni o'zida jamlagan namozdir. U zot rahmatullohi alayh 6 ta sifatni zikr qildilar. Bu sifatlarni batafsil bayon qilish uchun ularning har biriga alohida ilm majlislari kerak bo'ladi. Men esa ularning nomlariga qisqacha ishora qilib o'taman va barcha hozir bo'lganlarni Alloma Ibnul Qayyimning ushbu Asrorus Salat kitobini sotib olishga, uni o'qishga, farzandlarini, oilasini, do'stlarini va hamkasblarini ham uni o'qishga targ'ib qilishga chaqiraman. Siz o'z yurtingizga olib boradigan eng qimmatbaho sovg'a foydali kitobdir. Ba'zi odamlar o'z yurtlariga borganlarida qimmatbaho sovg'a sifatida tasbih olib boradilar. Vaholanki tasbih Nabiy alayhissalatu vassalam sunnatlarida kelmagan. Ularga Qur'on olib boring. Ularga Rasululloh alayhissalatu vassalamning hadislarini olib boring. Ularga Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan foydali ilm olib boring. Mana shu eng qimmatbaho sovg'adir. Siz hadya qiladigan, Allohga yaqinlashtiradigan va uning naim jannatlariga kirishiga sabab bo'ladigan narsa eng qimmatbaho sovg'adir. Alloma Ibnul Qayyimning ushbu buyuk va muborak nasihati eng qiymatli va eng foydali nasihatlardandir. Alloh subhanahu va taolo kimni muvaffaq qilib ushbu muxtasar kitobni o'qisa va uni yaxshi tushunsa, Allohga qasamki, u ta'riflab bo'lmaydigan lazzatni totadi. Alloh uni ikrom qilib, qalbini shu yaxshilikka ochganida ta'riflab bo'lmaydigan baxtni topadi. Hidoyat Allohning qo'lidadir. Qalbni poklash ham Alloh subhanahu va taoloning qo'lidadir. Zero u zotdan o'zga haq iloh yo'qdir. U kishi 6 ta sifatni quyidagicha zikr qilgan. Birinchisi ixlos. U ishlarning eng buyugidir. Ikkinchisi sidq, ya'ni rostgo'ylik, sidqidillik va samimiyat. Uchinchisi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomga ergashish. To'rtinchisi ihson, ya'ni yaxshilik qilish. Beshinchisi Alloh subhanahu va taoloning bandasi ustidagi lutfi karami, marhamati va ne'matini mushohada qilish. Oltinchisi banda o'zining amaldagi kamchiliklarini mushohada qilish. Ushbu sifatlarning barchasi buyuk sifatlardir. Kim bularni namozda jamlasa, namozda albatta lazzat totadi.